Ramazon oyida vaqtdan unumli foydalanish maqsadida xuddi shunaqa menyu qilib qo'ying. Shunda umuman qiynalmaysiz. Dushanba og'ir kun, shuning uchun birinchi kuniga osh. Seshanba kuniga esa qozon kabob. Chorshanba kuniga esa suyuqqina qilib moshxo'rda. Payshanba kuniga esa achchiqqina qilib mastava. Juma kuniga esa qanaqa tayyor qiymali mahsulotingiz bo'lsa, shuni sovorasiz. Agar haligacha yuringchani bosmagan bo'lsangiz, bitta bosib qo'ying, ko'rib xursand bo'laman. Endi 4 ta qozonni gazga qo'yib olib, birin-ketin hammasiga yog' quyib chiqamiz. Qizigandan keyin piyozlarni sovolib, qizartirib qovurib olamiz. Bunaqa usul bilan ancha-muncha vaqtingiz tejaladi. Birinchi qozonimizga qiymali mahsulotimiz uchun tegidagi qovurma joyini tayyorlab olamiz. Ketma-ketlikda ikkinchi qozonimizga moshxo'rda uchun go'shtni sovolamiz. Ikkinchi qozonimizga esa mastava uchun go'shtni sovoldik. Uchinchi qozonimizga esa osh uchun. 4 ta qozonni ham olovini o'rta-o'rtada qilib qo'yilib, baland qo'yvormanglar. Birin-ketin ketma-ketlik tayyorlab qo'yilgan sabzavotlarimizni hammasini sovolib, qovurib olamiz. Har bir taomni ketma-ketligi, tayyorlanish usuli profilimda chuqurroq qilib joylangan, albatta kirib ko'ring. Oshga tomat solmadim, qo'ygan hamma qozondagi ovqatlarimga tomat solib chiqdim. Bir oz 10-15 minut davomida qovurib olamiz. Moshxo'rda uchun moshni ham qovurilish jarayonida solib, yaxshilab qovurib olamiz. 4 ta ovqatni qovurib olib, gaz bo'shagandan keyin qozon kabobni ham boshlab yubordim. Kartoshkani tillarang qilib qovurib olib, ketidan yirikroq to'ralgan go'shtni 5-10 daqiqa davomida past olovda pishirib oldim. Kartoshka va go'shtni albatta tuzlab keyin qovurib olinglar. Tayyor taomlar sovigandan keyin morozinkaga qo'yib qo'yamiz. Qachon taom qilsangiz qozonga solib, eritib, suv solib qaynatsanglar bo'ldi. Yurakchani bosib qo'yishni unutmadingizmi?